Islom insonning tashqi amaldan avval ichki niyatini tarbiyalaydi. Chunki bir xil ibodat qilgan ikki insondan biri Allohga yaqinlashsa, ikkinchisi oddiy bir amal bajargan bo'lishi mumkin. Farqni qalb belgilaydi. Bunga misollar keltirishimiz mumkin. Qancha amallar borki, dunyo surati bilan suratlanadi. Uning qalbini, o'sha niyatining to'g'riligi, qalbining Allohga muhabbatligi sababli oxirat amaliga aylanadi. Ya'ni bir odam dehqonchilik qilyapti. Yo'ldan o'tayotgan odam aytadiki, bu albatta bu dehqonchilik qilyapti deydi. Lekin u o'sha dehqonchilikda har bir urgan ketmonida Alloh deyapti, istig'for aytayapti, bismillahirrohmanirrohim deyapti. Agar mana shu ekilayotgan meni mana shu ekinlarimdan hosil yaxshi bo'lsa, bir qismini oilamni halol pok bilan boqaman deyapti. Bir qismini keyingi yil urug'likka olib qo'yaman va bir qismini Alloh yo'lida ehson qilaman deb qalbining to'g'riligi, qalbining pokligi sababli Alloh taolo tomonidan unga ibodat qilinayotgan mukofoti beriladi. Qancha amallar borki, oxirat ko'rinishi bilan ko'rinadi. Misol keltirganimizda ikki kishidek xuddi bir kishi ibodat qilyapti, namoz o'qiyapti. Ko'rsangiz Allohga ibodat qilyapti deysiz, lekin uni qalbida riyo, birovlar ko'rsin deb ibodat qilyaptimi, u dunyo amaliga aylanib qoladi.